S-Class, S-Class, S-Class. W223 chiqqaniga 5 yil bo'lganiga qaramay, ko'pchilik davlat rahbarlari haligacha W222 da yurishadi. Sababi ushbu avtomobilni tashqi va ichki dizayni ko'p yillar davomida eskirmaydigan qilib yasalgan. Qarshilarda Mercedes-Benz W222 S560 modifikatsiyada. Avtomobil 2018-yil bo'lishiga qaramay, probegi bor yo'g'i 27 ming kilometr. Shuning uchun avtomobil juda ham ideal holatda, narxi ham sizga aniq yoqadi. Videoni oxirigacha kuzatib turing. Avtomobil kapotida 4 litrli turbo motor bor va mashina 0 dan 100 gacha atiga to'g'ri 9 sekundda chiqadi. Bundan tashqari 360 kamera, slipoy zona, 5-ключевой dostup va 4 tala eshigida dovuchkilarigacha zo'r ishlab turibdi. Logosini bekitib tursangiz ham interyeri o'zi qanaqa mashinaligini bittada sotib qo'yadi. Salonimiz anchagina ideal holatda, qop-qora charm va yog'och elementlardan juda ham go'zal qilib ishlab qo'yilgan. Multirul informatsion tablo va displey, head-up displey, burmistr akustika sistemasi, pamять сидения, обогрев, obduf, touchpad, 2 ga ochiladigan bar, xullas barcha kerakli funksiyalarimiz mavjud. Avtomobilning orqadan ko'rinishi juda ham go'zal qilib ishlab qo'yilgan. Mashinani mana shu orqa krelosida ozgina kraskasi bor ekan, yana ko'rib tekshirtirib olasizlar. Hozir biz ikkinchi qatorini ham ko'ramiz. Ikkinchi qatorimiz ham anchagina ideal holatda, mana ko'rishingiz mumkin. Atamankalarimiz bor, monitorlarimiz ishlab turibdi. Tomimiz 2 qismli panorama va alkantara qilingan. S-Class, S-Class, S-Class. Ushbu avtosalonda S-Classni har xil turdan topib olishingiz mumkin. Ushbu ideal holatdagi W222 mizning narxiga keladigan bo'lsa, $104,900. Pastda qoldirgan raqamlarimga tezda qo'ng'iroq qilsangiz, yana ozgina o'tib berishadi. Bu videoni xuddi shunaqa mashina qidirib yurgan tanishlaringizga tezda jo'natib qo'ying va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.